to'ldirish mumkin. Chiroqchani yoqish uchun batareykadagi bog'ichni pastga torting. В случае аварийной посадки на воду спасательный жилет находится под вашим креслом. По команде экипажа наденьте жилет через голову, закрепите ремень под зажим в центре и плотно затяните. Чтобы надуть жилет, резко потяните два красных рычажка. Не делайте этого внутри салона. Надуйте жилет только при покидании самолета. Поддувается жилет через клапаны. Лампочку можно включить, потянув вниз шнур на батарейке. In case of an emergency landing, the life jacket is located under your seat. Upon crew command, please put the life jacket over your head. Attach the straps to the clip in the center and tighten it. To inflate the life jacket, hold down on the two red toggles. Do not inflate it inside the cabin. Please do not inflate the life jacket before exiting the plane. Use the two red tubes to blow the jacket up. To switch the light on, pull the battery port down. Xavfsizlik bo'yicha yo'riqnoma har bir o'rindiq cho'ntagida joylashgan. Uni diqqat bilan o'qib chiqing. Инструкция по безопасности находится в кармашке впереди стоящего кресла. Пожалуйста, прочтите ее внимательно. The safety instruction card is located in your seat pocket. Please read it carefully. Hozir iltimos o'rindiq suyanchig'ini tik holatga keltirib, stolchani yig'ib, xavfsizlik kamarlarini taqing. Ekipaj a'zolari nomidan sizga yoqimli parvoz tilaymiz. Просим вас приготовиться к взлету, застегнуть ремень безопасности, спинку кресла привести в вертикальное положение, закрыть столик. Наш экипаж желает вам приятного полета. Please fasten your seatbelt, lock your tray table, and put your seat back to the upright position. Our crew wishes you a pleasant flight. Mısır. Yok. Allah. Bırak kaldı. Tabii. Aleykümselam. Aha. Anaqa o'sha ko'z aylanmasini qilib oldim, bo'ldi oldik. Четкий надо спать. Bu jonli qilib turibmanmi? Hamma eshityapsiz, nima gapirishyapsiz. Xo'p. Qo'limiz Zuhar meni topaylik. Siz ko'zingizni qisib turing. Sotib bo'lmaydi sirri. Turkiya, Yevropa, Turkiyaga Junior, Buxoro, Buxoroga. Hoji Akbar, Rimga, Italiyaga ustoz. Bildingiz, cho'tasiz bizni tanishimizsiz. Fransiya, Fransiyaga ketyapman. Sirlarni oshkor qildik. O'zi kasbimiz unaqa emas, ya'ni bunaqangi yuzi bijir-bijirlarni quvib yuradigan, qo'polroq qilib aytganda bulbul og'alarni quvib yuradigan kasb ishlamaymiz. Lekin Fransiyaga ketyapmiz. Qani endi Abraham Moshe kutib tur, kelyapmiz biz. Farzand talabalarga duo qilib ustoz turibdilar. Topdinglar do'stlar, Hoji Akbar topib endi so'rayaptilar. Italiyaga ustoz. Butun boshli Yevropani aylanamiz. Shveysariyaga o'tamiz. Milan, Kordoba, Kurtulbaga, Andalusiyaga boramiz. Nasib bo'lsa, joylarda ham diydorlashamiz. Bitta qiziq narsani aytib beray. Payg'ambar alayhissalatu vassalom dunyodan o'tganlaridan keyin 80-yillarda Tariq ibn Ziyod degan qo'mondon lashkarlarni to'plab dengizga, okeanga o'tirib, to'g'ri Yevropaga, Ispaniyaga borgan. Ispaniyada qirg'oqqa tushgandan keyin Tariq ibn Ziyodning birinchi buyrug'i kemalarni yoqib yuborish bo'lgan.
kemalarni yoqib yuborish. Turklarda shunaqa maqol bor. Ikkitasi bir-biri bilan urushib qolsa, "Ey, meni kemalarni yoqishga majbur qilma" degan maqol bor. Buni tarixi shu. Toriq ibn Ziyod qirg'oqqa tushgan paytida kemalarni yoqtirib yuboradi. Askarlar nimaga yoqib yuboramiz desa, orqada dengiz, oldinda dushman. Yo dengizda o'lasanlar yoki urushib o'lasanlar deydi. Askarlar urushib o'lamiz deb qarori qabul qiladi, boshqa chora qo'ymaydi ya'ni. Keyin Ispaniyani fath nomiga Gibraltar nomi qo'yilgan. Gibraltar nomini asli ismi Jabal Toriq deyiladi. Toriqning tog'i. Jabal Toriq, Gibraltar. Jabal Toriq deyiladi. Andalusiya, Ispaniya hozirgi kunda islom madaniyatini 730 yil qo'lda ushlagan. Yevropa tarixida, Rim tarixida hech bitta iqtidor Yevropani 730 yil o'z hukmida ushlay olmagan. Musulmonlar 730 yil boshqargan va madaniyat, ma'rifat, ilm, sanoat, tijorat juda ko'p masalalarda Yevropaga zo'r xazinalarni bergan. Shom bilan, Bag'dod bilan aloqada bo'lishgan va shu bilan birga o'zlari ham ilmiy sanoatni misli ko'rilmagan darajada cho'qqiga chiqarishgan. Men ko'p ta'kidlayapman, o'sha qora bug'doy, zaytun, bir qancha qimmatbaho ekinlarni olib borib madaniylashtirib Ispaniyani gullatishgan. Ispaniyaning ko'chalarida zaytun yog'i quyilgan chiroqlar osishgan. Ko'cha yop-yorug' qilingan kechasi bilan. Bitta rayonda 900 dan oshiq hammom bo'lgan. Va o'sha hozirgi kunda eng sifat ma'nosida za'faron, shafranni eng sifatlisi Yevropaniki. O'sha Yevropaning sifatli za'faronini O'rta Osiyodan, Shomdan olib borib yetishtirishgan, Italiyada yerlashtirishgan. Ko'p takrorlayapman, buni tavsiya ma'nosida o'zim ham juda manfaatini ko'rayotganim uchun yosh keksaroq odamlarga, ko'zida biroz nur kamaygan odamlarda ana shu za'faronni iste'moli muhim. Eng sifatli za'faron Italiyadan piyozlari olib kelinib, bizda Jizzaxda, Baxmalda yerlashtirib, bizni zaminga moslashtirib, necha yildan beri ekilyapti, iste'mol qilinyapti. Adashmasam 1 tonna 1,5 tonna atrofida hosil bor va u chet davlatlarga eng sifatli talab qilayotgan joyga ham sotilyapti, lekin bizni o'zimizni iste'molimizni ham kengaytirishimiz kerak. Biz agar oladigan bo'lsak, bizga za'faronni juda yaxshi shaklda yetkazib berishadi. Men qo'ydim postlarimni, o'sha joyda telefon raqamlari bor, o'sha yerga telefon qilsanglar bor, uzun marketda ham bor. Jabal Toriq, Gibraltar mana shu. Kordoba deydi, Kordoba hozirgi kunda. Asli uni Qurtubi bo'lgan. Imom Qurtubiylar o'sha yerdan chiqqan. Masalan, Ibn Arabiy Andalusiyadan bo'lgan. Ibn Hazm Andalusiyadan bo'lgan. Yahyo ibn Yahyo Andalusiyadan bo'lgan Imom Malikni shogirdi, Muvattoni asosiy roviysi. Juda katta ulamolar Andalusiyada yetishib chiqqan. Keyinchalik ularga biroz zulm bo'lib, bu yerda musulmonlarni qirg'in-barot qilgandan keyin vaziyat keskin o'zgargan va musulmonlar qoldirgan merosdan Yevropa olimlari, Yevropa xalqi istifoda qilgan, olgan, foydalangan va bugungi taraqqiyotni fundamentida shular turadi. Jobir ibn Hayyollar, Ibn Haysamlar, Abu Bakr Roziylar va boshqa juda ko'p ulamolar, soni sanog'i yo'q. Ba'zi Yevropa olimlari aytadi, musulmonlardan bizga 30 dona kitob qoldi Andalusiyada, 30 dona. Endi u shunga gapiradi. Bizga 30 dona kitob qoldi. Shu 30 dona kitob bilan bugungi taraqqiyotga keldik. Agar biz yoqib yuborilgan, dengizga tashlab yuborilgan kitoblarni hammasini asrab qolganimizda edi, hozir koinotlar orasida sayr qilib yurgan bo'lardik. Musulmonlar qoldirgan ilmning samarasida degan. Ilmga qaytishimiz kerak. Yana bitta yangilik bor.
juda katta xushxabar. O'zbekistondagi 3-renesansni buyuk qadamlardan bittasi. O'zbekistonda atom energiyasi uyg'onishi boshlandi. Qaytaraman. Atom energiyasi uyg'onishi, yadro energiyasining uyg'onishi. 3-renesansning zalvorli qadami. Yadro energiyasining uyg'onishi. Bu nima degani? Yadroga aloqador, bu qurol yarog' emas. Yadro energetikasiga aloqador masalalarda shaxsan O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovichning tashabbusi bilan harakatlar boshlangan. Bu nima degani? Kosmosga uchadigan narsalar, bizni O'zbekistonni energiya bilan ta'minlaydigan energetikalar ya'ni eng arzon va eng sifatli energiya bilan ta'minlanadi. 10 kilo uran 50 yil masalan bir kosmosga uchadigan anaqaga o'rnatilsa 50 yil energiya bera olar ekan. Endi undan qolgan kul nima qiladi desa, hozir yangi texnikalar chiqib ketgan, yangi instruksiyalar kulni zararlashtirish bor. Hech narsa qolmaydi bizda. Juda katta ma'lumot bor. Men bu ma'lumot to'g'risida sizlar bilan alohida bir suhbat qilmoqchiman. Avvalo hamma ijtimoiy tarmoqda, boshqa joyda chetga chiqib olib, quruq gaplarni gapirib yurganda, O'zbekistonda shunaqangi katta qadamlar tashlanyapti. Bilasizlarmi, bu yadro energetikasiga kimlar qarshi bo'lgan va ular shunaqangi sabotaj propagandalarni qilishgan? Albatta O'zbekistonning rivojlanishiga qarshi bo'lgan guruhlar, jamoalar. Ular endi yadro portlab ketadi, undoq bo'ladi, bundoq bo'ladi deydi. Yadro qurol sifatida emas, energetika sifatida bizga yaqin regionlarda, Rossiyadagi misol uchun yoki boshqa joydagi yadro portlasa ham O'zbekistonga ta'sir bo'ladi. Uni misoli elektr odamlarni urib o'ldirib qo'yadi. Tok opasniy degan odam elektrdan voz kechish kerak degan fikrdagi odamlar ular. Yadro energetikasi nima beradi O'zbekistonda? Yangi ilm jabhalarini ochadi. Fiziklar, ximiklar Nobel mukofoti uchun yangi yo'nalishga, maydonga ega bo'ladi. Juda katta ishlar bor. Bu ishlarni men tafsilotini yig'ib ham qo'yganman. Nasib bo'lsa, tafsilot bilan sizlar bilan nasib bo'lsa gaplashamiz. Katta xursandchilik. Bu prezident Xudo degan odam ekanda. O'zbekistonda sadaqa joriya bo'ladigan ishlarni deyarli aksariyatiga qadam qo'ydi. Atrof chekadagi hamma qo'shnilarini yor, do'st, birodar, aka-uka qilib tashladi. Xalqimizni bir paytlar muammo sifatida boshida ko'tarib yurgan tashvishlarni aritdi. Endi hozir 3-renesans, yadro energetikasi renesansi o'zbek xalqi uchun to nasib bo'lsa qiyomatga qadar. Xonimlar va janoblar, biz parvozga tayyormiz. O'rindiq suyanchig'ini tik holatiga keltirib, stolchani yig'ib, xavfsizlik kamarlarini taqing. Sizga yoqimli parvoz tilaymiz. Европада Дамы и ko'rishguncha господа, командир корабля сообщил, мы готовы к взлету. Убедитесь, что ремни безопасности застегнуты, спинка кресла в вертикальном положении.